هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Müminun suresi 17. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Müminun suresi 17. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Biz hakikaten sizlerning üstünlarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz mahlukatın g'afil emasmiz. Allah Teala'nın osmonlarni yaratganligi. Allah Teala yuqorida insonlarni yaratganligini bayon qilib o'tgan edi. Uning aqsidinla 7 osmonni yaratganligini bayon qilishga boshladi. Allah Teala köpünçe Allah'da 7 asman ve ziminni yaratganlığı bilen insanlarını yaratganlığını bir yerde keltirip bayan kılıdı. Allah Teala tüvendeki ayetimi şundak keltirdi. Asmanlarını ve ziminni yaratış elbette insanlarını yaratıştan köp kıyındır. Ve lakin insanların köpçülüğü bunu okumaydı. Peygamber aleyhisselamның her cuma günü fecr namazda okuyduğun suresi boğan secde suresi de mu şuningdek bayan kılınıp geldi. Allah Teala bu surenin 5'ida asman ziminlarni yaratganligini, ondan insanlarning dadısı Adem aleyhisselamni laydın yaratganligini bayan kıldı. Bu surede yine ulardan başka kıyamet gününün ahvalları ve o günde bulduğun mükafat cezalarını bayan kılıngan. Biz hakikaten sizlerning üstünlarda 7 qavat osmonni yaratdik. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. 7 osmon, zimin ve ulardagi mahlukatlar Allah'ni pak deb biladi. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Allah qanday qilib 7 osmonni biz birining ustida birini qilib yaratdi? Sizlar ko'rmadinglarmikin? Allah qanday qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi? Allah 7 osmonni yaratdi. Ziminni osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Allohning amri ularning orasida joriy bo'lib turdi. Sizlarga buni bildirishim Allohning hammaga qodir ekanligini va Allohning hamma narsani to'liq biladiganligini bilishinglar uchundir. Shuningdek bu oyatdimi shundoq dedi. Biz haqiqatan sizlarning ustinglarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz mahlukatdan g'afil emasmiz. Ya'ni Allah Teala ziminga kirib ketadigan, zimindan chiqadigan, osmondan tushadigan va osmonga o'rlab chiqib ketadigan narsalarni bilib turg'uchidir. Sizlar qayerda bo'lmanglar, Allah Teala sizlar bilan birga. Allah Teala qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Osmon yana bir osmonni, zimin yana bir ziminni dalda qilib Allah Teala'dan özünü yoşurup kalalmaydı. Allah Teala tağının çoğusidiki ve denizinin tegidiki nesillerini bilip durguçudur. Allah Teala tağlardaki, dönglardaki, kumlardaki, denizlardaki, çöllerdeki ve deraxtlardaki nesillerin sanını bilgüçüdür. Allah Teala bu vakti mundaq dedi. G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Onu faqatla Allah biladi. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Allah biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Allah bilmaydigan biresimi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozig'liqdir.
biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Uni zaminda to'xtatdik. Uni quritib etishga albatta qodirmiz. Shu yomg'ir bilan sizlarga xorma bog'chilari va uzum bog'chilarini yetishtirib berdik. Sizlar uchun bu bog'larda nurg'un meyvelar bor. Ulardan yeysizlar. Shu yomg'ir bilan Tur Sinodan chiqadigan zaytun darxini o'stirib berdik. Uningdan may chiqadi. Yigitchilar nonlarini shu may bilan maylaydi. Chorvalarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'sig'idagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'urimiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shini yeysizlar. Ular, ya'ni to'ga va o'kizlar bilan quruqlikda kiyimi bilan dengizda yuk tashiysizlar. Ular, ya'ni to'ga va o'kizlar bilan quruqlikda kiyim bilan dengizda yuk tashiysizlar. Allah Teala'nın yağmur, ösümlük, dal-daraxt ve 4 putluq hayvanlarını yaratqanlığı. Biz bulutdan hojatga qarab yağmur yağdırdık. Yani Allah Teala bu ayetde yağmurni yağdırıp berganligidan ibaret bendilerge bergan sanab bo'g'ilib bo'lmaydigan ne'matini bayon qiladi. Allah Teala yağmurni uningga bo'lgan hojatga qarab tushirdi. Uni ziminlarni ve öylerini vayron qilib etadigan darajada jiq yoki ziroatlarga va meyvelarga yetishmaydigan darajada oz tushirmadi. Allah Teala yağmurni uning bilan yerlarni sug'urish, ichish ve uningdan boshqa ishlar uchun foydalanishda ularning hojatlariga qarab tushirdi. Hatta Misr zaminidagi suvni ko'p ichadigan va lekin tuproqi ustiga yağmurning yig'ishini ko'tarolmaydigan zaminga Allah Teala suvni boshqa shaharlardan keltirib berdi. Mundaq zamin bir narsa unmaydigan zamin deb ataladi. Masalan, Misr zaminiga Allah Teala Nil daryosining suyini keltirib berdi. Nil daryosining suyi Habeşistan'dan keladigan bo'lib, Habeşistan'da yağmur yağadigan fasllarda Nil daryosining suyi Habeşistan'dan seriqlarni eqitib kelib, Misrliklarning ziroat erish uchun Misr zaminiga tashlaydi. Chunki Misr zamini tuzliq bo'lib, ziroatning unishiga ziyonliq bo'lgan sho'r o'rlab turdi. Şefqatlik hamma narsani bilib turg'uchi, mehribon va gunohlarni kechirguchi zot Allah Teala'ni hamma kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Uni zaminda to'xtatdik. Ya'ni yağmur bulutdan ko'chgan hamon uni zaminda to'xtatdik. Biz zamindan yağmurni so'mirib olib, ondan uni ustidagi o'simliklarga yetkazib berdigan qobiliyatni qildik. Uni quritib etishga albatta qodirmiz. Ya'ni mubodo biz yağmur yağdırmaslikni xohlagan bo'lsak, albatta uni qilatdik. Mubodo biz yağmurni sizlarning ustinglarga yağdırmay, sho'rliq yerlarga va cho'l bayovonlarga yağdırishni xohlagan bo'lsak, albatta shunday qilatdik. Mubodo biz yağmurni ichish yoki yerlarni sug'urish uchun foydalanib bo'lmaydigan tuzliq qilib etishni xohlagan bo'lsak, albatta shunday qilatdik. Mubodo biz yağmurning zaminga tushmay, osmonga qaytib chiqib ketishini xohlagan bo'lsak, albatta shunday qilatdik. Mubodo biz yağmur zaminga tushganda uning silab borolmaydigan va foydalanolmaydigan yerlarga eqib ketishini xohlagan bo'lsak, albatta shunday qilatdik. Lekin Allah Teala rahmat va marhamat qilib sizlarga osmondan nihoyatda tatliq suv tushirib, uni zaminda to'xtatib berdi va uni yerlarga singdirib, buloqlarni paydo qildi. Shuning bilan ziroatlar va meyvelar sug'uriladigan buloqlar va eriq o'stanglar borliq keldi.
sizlarmu mollaringlarmu shu suvdan ichsizlar. U suv bilan yuyinsizlar va pokizlansizlar. Bizlarga bergan bu ne'matlari uchun Alloh taologa minglar shukrlar bo'lsin. Shu yomg'ir bilan sizlarga xovmi bog'chilari va uzum bog'chilarini yetishtirib berdik. Ya'ni sizlarga osmondan tushirilgan yomg'ir orqali xormiliq va uzumlik chiroyli bo'stonliq bog'larni barpo qilib berdik. Üzüm va xorma arablar yaxshi ko'radigan mevalar edi. Shuningdek, Alloh taolo har bir yurt kishilarga shukronasini aytib bo'lolmaydigan darajada ular yaxshi ko'radigan mevalarni berdi. Sizlar uchun u bog'larda nurg'un mevalar bor. Ya'ni sizlar uchun u bog'larda mevalarning hamma turlari bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allah sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib berdi. Zeytun, xorma, üzüm ve türlük meyvelerini östürüp berdi. Ulardan yeysizlar. Yani sizlar u bağlarning ko'rkam ve chiroyliqligiga qarab huzurlansizlar ve uning meyvelaridan yeysizlar. Shu yomg'ir bilan Tur Sinodan chiqadigan zeytun daraxtini o'stirib berdik. Tur Sino bir tog'ning ismidir. Ba'zi olimlar u tog'da daraxtlar bo'lganligi uchun Tur Sino deb ataldi. Mubad uning daraxtlar bo'lmagan bo'lsa tog' deb ataladi dedi. Alloh taolo rostini bilguchidir. Tur Sino Alloh taolo Musa alayhissalomga so'z qilgan tog' bo'lib, u ve onun etrafındaki tağlar zeytun daraxtları var. U ve onun etrafındaki tağlarda zeytun daraxtları var. Onundan may çıkıdı. Yiğitçiler nanlarını şu may bilen maylaydı. Yani onundan yiğitçiler nanlara koşup yiyişi için paydalık boğan may ve zeytunlar çıkıdı. Abdi İbni Humeyd Ömer radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselam'ın mındaq deganligini rivayet qildi. Sizlar nanlaringlarni zeytun may bilan yanglar. Chunki u may barakatli bir daraxtdan chiqadi. Bu hadisni Tirmizi va Ibn Majah rivayet qildi. Chorvalarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'sig'idagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'urimiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shini yeysizlar. Ular, ya'ni to'ga va o'kizlar bilan quruqlikda, kema bilan dengizda yuk tashiysizlar. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda 4 putliq hayvonlarda bendileri üçün nurg'unlagan foydalanish yo'llarini qilganligini bayon qildi. Ular bo'lsa bendilarning u hayvonlarning mayoq tezak va qandoq ayrilib chiqqan sutlarini ichishlari. Ular bo'lsa bendilarning u hayvonlarning mayoq tezak va qondan ayrılıp çıkan sütlerini içişleri, göğüslerinden yiyişleri, yungları, tivitleri ve tüklerinden tokulgan kiyimlerini giyişleri. Ularning üstüge minişleri ve yük takıllarını ulağa atıp yirak yerlerge elip berişleridir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Teala bu vakti mındaq dedi: Ula yük takıllaringlarni sizlar japa mushaqqat bilan aran yetib baralaydigan joylarga ko'tirib bordi. Sizlarning Rabbinglar sizlarga haqiqatan shafqatlidir va mehribondir. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turg'uchilardir. Hayvanlarni ularga boysundurup ve sütlerini boysundurup berdik. Ular u hayvanlarning ba'zisini minidi, ba'zisini yeydi. Ular şu hayvanlardan foydalanadi ve sütlerini içidi.
ular Rabbining bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar?" Uning qavmidagi iymonsiz kattalar aytishdi: "Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlardan ustun bo'lmoqchi. Agar Alloh payg'ambar avatishni xohlasa edi, albatta farishtalarni avatadi. Bundaq so'zni burunqi ota-bobolarimizdan anglagan emasmiz biz? Bundaq so'zni burunqi ota-bobolarimizdan anglagan emasmiz. U faqat bir majnundir. Sizlar uni bir mezgil kutinglar." Nuh alayhissalom va uning qavmining qissasi. Alloh taolo Nuh alayhissalomning uning qavmlarini Alloh taolaning qattiq azobidan, Alloh taolaga shirik keltirgan, buyrug'iga qarshilik ko'rsatgan va payg'ambarlarni inkor qilganlardan oladigan intiqomidan ogohlantirish uchun payg'ambar qilib avatgan vaqtdagi ahvollardan xabar berib mundaq dedi: "Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik." Nuh aytdi: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar? Ya'ni sizlar Alloh taologa shirik keltirishdan qo'rqmamsizlar?" Bu chaqda ularning javobi mundaq bo'lgan edi: Uning qavmidagi iymonsiz kattalar aytishdi: "Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlardan ustun bo'lib olmoqchi. Ya'ni bu payg'ambarlikni da'vo qilish bilan sizlardan ustun va katta bo'lib olmoqchi. Bu sizlarga o'xshash odamdir. Undaq bo'lgan ekan, vahiy sizlarga kelmasdan qandoq bo'lib uningga kelsin, buningga kelsin? Agar Alloh payg'ambar avatishni xohlasa edi, albatta farishtalarni avatadi. Bundaq so'zni burunqi ota-bobolarimizdan anglagan emasmiz. Ya'ni ular mubodo Alloh taolo payg'ambar avatishni xohlasa, insondan avatmay, balki qishidagi farishtalardan avatadi. Biz zamonlardan beri ajdodlarimizdan payg'ambarlarning insonlardan bo'lganini anglamagan edik, deydi. U faqat bir majnundir. Ya'ni u elishib qolg'achqa Alloh taolo meni sizlarga payg'ambar qilib avatdi va menga vahiy tushirdi, deydi. Sizlar uni bir mezgil kutinglar. Ya'ni sizlar uning zamonining hodisalariga yo'liqishini kutinglar. Uning zamonning hodisalariga yo'liqishini kutinglar. Bir mezgilgacha sabr qilinglar. Oxiri uningdan qutulasizlar. Nuh ularning iymon etishidan umidini uzgandan keyin Rabbim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin dedi. Biz Nuhga bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kiyimi yasig'in, bizning buyrug'imiz yetib kelgan va tonurdan suv itilib chiqqan chaqda kiyimiga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilib olgan. Oilangdagilarni ilib olgan. Ularning ichidagi halok bo'lishga hukm qilinganlar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmagan, ya'ni ularga shafaat qilmagan. Ular cho'qim to'fon balasida g'arq qilindi deb vahiy qildik. Sen bilan billa bo'lgan mu'minlar bilan kiyimiga chiqqan chig'ingda jami hamda sana bizni zolim qavmdan qutqazgan Alloh xosdir degan. Hamda ey Rabbim, meni muborak manzilga tushirgin.
sen do'stlaringni eng yaxshi o'rinlashtiruvchisan degan. Haqiqatan buningda, ya'ni Nuhning ummatining ishlarida aql egalari uchun nurg'un ibratlar bor. Biz bandalarni, payg'ambarlarni avatish bilan albatta sinaymiz. Allah Teala bu ayette Nuh aleyhisselamның Allah Teala'dan kavmiga qarshi o'ziga yordam berishni tilab dua qilganligidan xabar berib mundaq dedi. Nuh ularning iymon etishidan umidini uzgandan keyin Rabbim ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin dedi. Allah Teala yana bir oyatda Nuh aleyhisselamның qavmiga qarshi dua qilganliklari to'g'risida mundaq dedi. O Rabbiga haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Bu chaqda Allah Teala Nuh aleyhisselamni nəhayət puxta bir kiyim yasashqa, o'simliklardan, meyvelerden ve onundan başqa her xil narsalardan elib kiyimiga selishqa, her tipdagi hayvonlar ve qushlardan erkek tishi bo'lib birer juftdan elishqa, oilasidagilardan iman etmay halak bo'lishi hüküm kılınıp ketken ayoli bilan o'g'lidan boshqalarini ve iman etgan azg'ina kishilarni kiyimiga chiqarishga buyurdi. Allah rastını bilgücüdür. Özleriga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balasida g'arq qilindi. Yani ularning ustiga qattiq yomg'irning yog'adiganligini ko'rgan vaqtingda ularga shafqat va mehribonlik ko'rsatgin kelib qolmasin. Ularni iymon etib qolarmikin deb ularga keladigan azobni kechiktirishimni arzu qilib yurma. Chunki men ular kufr holatida suv balasi bilan halok qilindi deb hukm qilib etdim. Bu qissa Hud surasida tafsili bayon qilindi. Sen bilen birga bo'lgan mu'minlar bilan kemiga chiqqan chog'ingda jami hamda sana bizni zolim qavmdan qutqazgan Allah xosdir degin. Allah Teala qatnash qurollariga chiqqanda Allah Teala'ni eslash to'g'risida mundaq dedi. Allah bütün məxluqatlarının türlerini yarattı. Sizlərə üstüge çıkışınlar üçün kiyme ve minişinlar üçün hayvan qatarlıqlarını yarattı. Andın sizlər bularının üstüge çıqqanlarında Rabbinlarının nimetini əslab bizgi bunu boysundurup bergen zat pakdır. Biz onunla minişke qadir emas idik. Biz hakikaten Rabbimizning dergahıga qaytquchilarimiz degaysizlar. Nuh aleyhisselam Allah Teala'nın bu buyrug'iga bo'ysunib o'ziga ergashgan odamlarga mundaq dedi. Kemiga chiqinglar, kemining menishi va to'xtashi Allohning ismi bilandir. Ya'ni Nuh aleyhisselam kemining qo'zg'alishi va to'xtashining Allah Teala'ning ismi bilan bo'ladiganligini aytdi. Allah Teala Nuh aleyhisselamni kemidan tushirgandimi, Allah Teala'ni yod etishga buyurib mundaq dedi. Hamda ey Rabbim, meni mübarek manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'rinlashtiruvchisan degin. Hakikaten bunun da yani Nuh'nun ümmetinin işlerinde akıl egileri için nurgun ibretler var. Yani Allah Teala'nın müminlerini kutuldurup kafirlerini halak kılışı da Allah Teala tarafından vahiy elip kelgan peygamberlerinin elip kelgan vahiysi de rastçıl ekanligini Allah Teala'nın özü xaliganını qiladiganligini küçünün hammaga yetadiganligini ve barliq narsalarni bilib turadiganligini ko'rsatib berdi. Nurg'unlagan ochiq paket
ve hüccetler bardır. Allah Taala'nın özü xalığanını qıladiganlığını, küçünün hammaga yetadiganlığını ve barlıq narsalarni bilib turadiganlığını ko'rsatib beradigan nurg'unlagan uchuq paket ve hüccetler bardır. Biz bendilarni, payg'ambarlarni avatish bilan albatta sinaymiz. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Mü'minun surasidan 30. oyatgacha angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.